Assalomu alaykum. Bugun gadjetlar, internet va ijtimoiy tarmoqlarda millionlab odamlar soatlab yangiliklar lentasini to'xtovsiz aylantirib, turli xil ma'lumotlar bilan o'zini band qilib, onlayn muloqot qilib vaqt o'tkazmoqda. Mutaxassislar fikrlariga ko'ra, gadjetlar va ijtimoiy tarmoqlardan doimiy foydalanish inson ruhiyatiga kuchli ta'sir qiladi. Virtual makonda juda ko'p vaqt qolish diqqatimizni tez-tez bo'lishiga, xotiramizni pasayishiga olib keladi. Uzluksiz axborot oqimi miyaga haddan tashqari yuklanib, to'g'ri mulohaza yuritishga imkon bermaydi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlar like va sharhlarga qaramlikni keltirib chiqarmoqda. Bu esa odamlarni depressiyaga moyil qilib qo'ymoqda. Mazkur muloqotimiz raqamli texnologiyalar va unga qaramlik, uning inson ruhiyatiga ko'rsatayotgan ta'siri mavzusiga boshlanadi. Mana ko'rsatuvimiz avvalida aytib o'tdik. Dunyo miqyosida, global dunyoda odamlarning e'tiborini tortayotgan, xavotirga solayotgan ta'bir joiz bo'lsa, mana shu raqamli texnologiyalarni inson ruhiyatiga, ayniqsa yoshlarni ma'naviyatiga, dunyoqarashiga ko'rsatayotgan ta'siri masalasi haqida mana bong urilyapti, fikrlar aytilyapti. Men bermoqchi bo'lgan dastlabki savol mana shu axborot texnologiyalar zamonida raqamli qaramlik illatlariga yo'liqqanlikni sababi nimada? Nega bu masala dolzarb bir masala sifatida kun tartibiga qo'yilyapti? Nega bong urilyapti? Bu qaramlikdan himoyalanish masalasi. Bizni kundalik turmushimizda smartfonlar, ya'niki shu kundalik muayyan bir afzallik xususiyatlariga, funksiyalariga ega bo'lgan mobil telefonlarning o'rni ahamiyati juda ham katta. Hattoki bu aytaylik ommaviy axborot vositalarining ham o'rnini bosyapti kundan kunga. Tangani ikkita asosiy tomoni bor deyshadi. Har bir narsani afzallik, noafzallik tomoni bor. Endi buni biz bilamizki, aytaylik ijobiy tomonlari hammaga ma'lum bo'lgan. Bu smartfonlarda hozirgi paytda biz smartfonlar orqali yoki internet yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali birinchidan biz cheklanmagan tarzdagi har qanday axborotni olishimiz mumkin. Ikkinchidan shu axborotni bitta joyda turgan holatda olishimiz mumkin. Uchinchidan dunyoning muayyan bir nuqtasidan ikkinchi bir nuqtasiga bog'lanishimizda internet ijtimoiy tarmoqlarda ahamiyati beqiyos. Endi shu bilan birga buni smartfonlarda aytaylik kundalik turmushimizda juda me'yoridan ortiq darajada foydalanish bizga nima salbiy oqibatlarga olib keladi degan bir savol yoki bir masala bo'ladigan bo'lsa, bunda aytaylik hozirgi paytda voyaga yetmagan shaxslar o'rtasida, o'smirlar o'rtasida smartfondan foydalanish statistikasi yuqori, ya'niki agar statistikaga to'xtaladigan bo'lsak, dunyoning 5 milliard 220 million aholisi hozirgi paytda shu ijtimoiy tarmoqlardan, mobil smartfonlardan kundalik turmushda aktiv faol foydalanishar ekan. Shuni aytaylik 80%ni shu yoshlar, o'smirlar, voyaga yetmagan shaxslar yoki shu o'z voyaga yetish yoshidagi shaxslar tashkil qilar ekan. Endi rivojlangan davlatlarda buni darajasi o'smirlar orasida Amerika Qo'shma Shtatlarida 93% yoki Buyuk Britaniyada shu 80% yoki Xitoy, Janubiy Koreyada 68-70 tegishli darajada shu foizlar tashkil qilar ekan. Endi bu narsadan me'yoridan ortiq foydalanish aytaylik kundalik turmushda voyaga yetmagan shaxslar orasida yoki voyaga yetgan shaxslar orasida ham muayyan bir stress yoki voyaga yetmagan shaxslar orasida kiberbullyingni ko'payishi, ya'niki onlayn zo'ravonlik holatlari yoki bir sabrsizlik holatlariga olib kelishi mumkin. Kundalik turmushda buni yana bir salbiy jihatlari voyaga yetmagan shaxslarda tibbiy jihatdan ular organizm rivojlanish darajasida bo'ladi. Ko'ziga muayyan darajada aytaylik ko'zining nuriga bu salbiy ta'sir qilishi mumkin yoki o'sha tegishli shaxsni to'g'ri yoki noto'g'ri ma'lumot olishida uni adashtirish holatlariga yuzaga kelishi mumkin. Voyaga yetgan shaxslar orasida oqibatlari buni o'zini muayyan kundalik hayotidagi juda ko'p vaqti aytaylik isrof bo'lishiga olib kelishi hamda uni ham tegishli o'sha stress uni faoliyatida yoki diqqatni bo'linishi kabi salbiy tomonlariga, oqibatlarga olib keladi. Buni me'yordan ortiq foydalanish. Mana hozir salbiy ta'siri haqida biz ko'rib turgan teletomoshabinga batafsil ma'lumot berishga harakat qilindi. Mana siz fikrlaringizdan albatta tegishli xulosalarga kelgan bo'lishi ham shak shubha yo'q. 8 milliarddan ortiq insonga ta'sir qilayotgan dunyodagi xavf haqida gapirdik. Mana shu raqam texnologiyalar. O'zbekiston uchun muammoli qaysi bir jihatlari ko'proq namoyon bo'lyapti? Qanday qilib buni monitoringi deymizmi, bir kuzatuvlar, tahlillar olib borilyapti bu masalada. Qaysi bir jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak? Hozirgi paytda aynan ushbu mazkur holatlar bo'yicha salbiy jihatlar dunyoda nima holatlar bo'layotgan bo'lsa, bu smartfonlardan me'yoridan ortiq foydalanish dunyo bo'yicha tendensiya bir xil ketyapti hamma davlatda. Shu jumladan O'zbekistonda ham. Endi aynan O'zbekistondagi salbiy ta'sirlari yoshlar orasida kiberbullying holatlari hamda ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi orqali tegishli o'sha onlayn ravishda bitta shaxs ikkinchi shaxsni shu haqorat qilish, deylik, tuhmat qilishi, shu holatlari o'sha tegishli ijtimoiy tarmoqlarda faoliyati hozirgi paytda huquqiy jihatdan tartibga solinmaganligi sababli shu muayyan huquqbuzarliklar, aytaylik, yoshlar o'rtasida muayyan shu firibgarlik holatlari yoki voyaga yetgan shaxslar o'rtasida ham o'sha onlayn firibgarlik holatlari ko'plab uchrayapti. Smartfonlarga mukkasidan ketish, mana yosh chegarasi hamkasbimiz ta'kidlab o'tdi, bunda yosh chegarasi yo'q deb. Ya'ni oddiy qilib aytganda
shu voyaga yetgan yoki yetmagan shaxslar ham voyaga yetmagan shaxs o'zini oladigan bo'lsak, muayyan voyaga yetguncha unga nima kerak? Psixologik jihatdan unda doimiy voyaga yetguncha rivojlanish bosqichida bo'ladi. Mutaxassisimiz mana ta'kidlab o'tdi, bu bosqichda unga aytaylik rivojlanish uchun nima muammosi bor, o'ziga muayyan narsa kerakligi uchun yoki muayyan bir kayfiyatini ko'tarish uchun ijtimoiy tarmoqdan foydalanadi. Voyaga yetgan shaxslar bo'lsa, ularga ham nima kerak bo'lsa, nimaga ehtiyoji bor bo'lsa yoki muayyan bir sohani o'rganmoqchi bo'lsa, boshqa bo'lsa, shu ijtimoiy tarmoqdan foydalanadi. Shundan kelib chiqib, hozirgi paytda shu onlayn jinoyatlarda turlari rivojlanayotganligi holati yakdil ravishda ko'zga tashlanyapti.